Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Agarda siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni hamda videoroliklarimizni ko'pchilik uchun manfaatli deb bilsangiz, bir dona like tugmachasini ham bosib qo'yishni unutmang. Mirziyoyevga neft-gaz sohasidagi ishlar yuzasidan hisobot berildi. Prezident Shavkat Mirziyoyevga neft-gaz tarmog'ida qazib chiqarishni barqarorlashtirish va yangi zaxiralarni o'zlashtirish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar yuzasidan hisobot taqdim etildi. O'zbek neft-gaz tizimida gaz qazib chiqarish dinamikasi, pasayish sabablari va ularni bartaraf etish choralari muhokama qilindi. Joriy yilning birinchi choragida yangi quduqlarni ishga tushirish va mavjudlarni ta'mirlash orqali qo'shimcha hajmlar ta'minlangani ma'lum qilindi. Shuningdek, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, 2D va 3D seysmik tadqiqotlar olib borish, burg'ulash ishlarini xalqaro standartlar asosida nazorat qilish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Davlat rahbari tarmoqda ta'minlash, resurslardan samarali foydalanish va xorijiy hamkorlar bilan amaliy sheriklikni kengaytirish muhimligini ta'kidladi. Mutasaddilarga belgilangan vazifalar ijrosini qat'iy nazoratga olish topshirildi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba: darakchi.uz sayti.